Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Qo'qondagi saxiy do'konimizga 1.60 lik frezalarimiz yetib keldi. Mana ko'rishlaring mumkin. Bemalol tanlab olaverasizlar. 1.60 lik hamda 2 metrli frezalarimiz yetib keldi. Mana shunday upa-ko'pga holatda bo'ladi. Pichoqlari, g'omlari shu yerdan chiqadi. Mana ko'rishlaring mumkin. Ancha o'qlari ham baquvvat qilib ishlangan. Reduktorlari ham katta reduktorlardan. Bemalol murojaat qilaveringlar. Yangi yuklarimiz kirib keldi. Mana 1.60 lik. Reduktorlari ham ancha baquvvat. Xitoydagi bo'ladi. Mana Xitoyda o'yib yozilgan peshatlarigacha bor. Originalidan. O'qlari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Buni kelib bemalol tekshirib ko'rsalangan bo'laveradi. Ko'rib olsalang bo'laveradi. Mana hozir do'konimizga tushiryapmiz. Yashiklarda ichida freza pichoqlari, kardanga ulanadigan vomlarigacha hamma yo'g'i bor. Mana orqasidagi o'sha temirlarigacha hamma yo'g'i upa-ko'pga holatda keladi. Xohlasangiz terib beramiz, xohlasangiz upa-ko'pga holatda ham chiqarib beraveramiz. Murojaat qilaverasizlar, telefon orqali narx-navolarni kelishaveramiz. Yana bir terilgan tayyorlarni video qilib olib chiqamiz. Manzilimiz Qo'qondagi saxiy do'koni. Boshqa turdagi texnikalarimizdan ham bor. Murojaat qilib bemalol aloqaga chiqib kelsalang, optim narxlarda qilib beramiz.